respublikada o'tkazilayotgan Yashil makon umummilliy dasturi doirasida Transport vazirligi va uning tizim tashkilotlari ishtirokida transportchilar bog'i tashkil etilmoqda. Bu bog' Toshkent viloyati Ohangaron tumani Ozodlik mahallasi hududida joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 25 gektar maydonda transportchilar bog'i tashkil etilmoqda. Bog'ning 15 gektar maydoni to'liq ekish ishlari amalga oshirilgan, 10 gektarida hozirda ekish ishlari amalga oshirilmoqda. 25 gektar maydonda tashkil etilayotgan transportchilar bog'i Transport vazirligi va uning tizim tashkilotlariga alohida hududlar bilan bo'lib beriladi va keyingi parvarishlar ishlari amalga oshiriladi. Bundan tashqari Transport vazirligining hududiy boshqarmalarida 14 ta hududiy boshqarmasida alohida transportchilar bog'i tashkil etilmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad atrof muhitni asrash, bizdan keyingi avlodga sof tabiat qoldirish. Mana bugun Transport vazirligi va transport tizimlari, jumladan transport nazorat inspeksiyasi hududiy bo'limlari belgilangan hududga kelib daraxtlarni ekildi. Bu daraxtlar bosqichma-bosqich daraxt bo'lib shakllanguncha ularni kelib sug'orib, ularga g'amxo'rlik qilish, parvarishlash va o'zimizdan kelgusi avlodga ekologik toza hudud yaratib ketish maqsadida ishlar qilaman.